Assalomu alaykum hammaga. Mana anorlarimiz ham gullab, men bitta mana qo'sha bo'lib tugib olishdi. Anorlarimiz ham xullas mana agrotimda juda ham begonotda ko'payib ketgan. Shularni hayitgacha tozalab olishim kerak. Ertaga shanba bola uyda bo'lsa, dushanbani bir tozalab olsam, xudo xolasa. Tozalash uchun menga ba'zi bir qaynanalar negativ yozsanglar, menga hali ba'zi bir degan kontentim yoqmaydi. Ba'zi bir qaynanalar o'shalar bir menga negativ yozib qo'ysalar, shu negativlarni o'qibchi mazza qilaman-da, energiya olaman, motivatsiya olib mana shunaqa begona o'tib tashlayman. Mana shu gulni evlolmadim-da. Evlolmadim. Mana sekin-sekin mana bilan svejiy bo'lib chiqyapti. Xudo xolasa. Mana men bitta gultoji xo'razam chiqib qoldi. Gultoji xo'razi mana o'sha yerga ekanman. Mana yoqqa ekanman. Men bitta ham mana begona o'tni ko'payib ketibdi. Buni olmayman, lekin bunday qilib tozalashim kerak. Negativ yozsanglar ba'zi bir qaynanajonlar sizlarga albatta javobsiz qoldirmayman. Sizlarni qo'ylarni olib yozgandan keyin javob kerak-ku. Bog'imda gullar